Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam örkişi, Çala tekken oq, Manas daryasından qaytish, Anjamboy, Sarsanro, Qanliq iz, Qanliq edir qatorliq tarixiy romanlar, Türme xotirlari, Mahbus ruhlar va Sabit Damollamning qisqacha tarjimali Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Əsərlərimizni yaqtırıb anılışınızlarını qarşı alımız. Dostlarınızga və başqa toplarga tavsiyə qılıb qoyun. Rəhmət. Əmdi anlaydıqlarınızlar, Qashqar Uyğur Nəşriyyatı 2003-cü 11-ci ayda birinci qətim nəşr qılğan tarixi roman Qanliq edir. Avtori Muhammed Osman. 19-cı bab. Ot içidin kelgan külke. Yaz pəsli kirib ekin zarlıqlar yeşillikqa pürkenmekte idi. Bağlarda g'o'ralarning oldi sarg'ayishga boshladi. Lekin Yakan shahrining o'rmonzorlik orasidagi qabristonlikdek jimjitligi odamning ichini pushratdi. Burunqidek har yili 5-oyning 18-kunlaridan boshlab Ujma yegili sahroga mangdigan bolalar, Ujma saylisidagi chilishni qizitish uchun oldiraydigan tambal yigitlar Əpkəşləriga alı g'ora qaçılanğan sivatlarni ilib, Əpkəşning silkinishiga putini keltirib yenik dastab ketayotgan baqqallar, üstüvishi oddiy, yuzlari yerim yipiqliq, qetiqchi qiz juvonlar har haftaning bozor kunligi yo'llarga sig'ishmay shahar darvozasidan kirib chiqayotgan harbilar, mafilar, otliq, piyodalar, posh-posh deb varqiraydigan o'tinchilar, Ulaq bazarga çarva haydab mangan dehqon çarvachilar yo'l bo'ylarida boshlarga tevanglarni ilib yo'g'ondan deb ko'tirib yurgan navoiylarning qarasimi ko'rinmaydi. Ching lashkarlari sepil atrofidagi uylarni butunlay ko'ydirib, bog' o'rmonlarni buzib tuzlayotgachga necha yuz metrlab oraliqda tuzlanlik hosil bo'lgan edi. Shahardagi erlar Her kuni atiganda sepil ustiga haydab chiqilatdi. Ularning qo'llariga tutqizgan oq kaltaklar yiroqdan kuz faslidagi o'rilish oldida turgan palangsiz qo'noq shoxlaridek ko'rinadi. Amaldorlar xalqni zo'rlab qo'zg'olonchi qo'shinni tillatqizatdi. Ammo qo'zg'olonchi qo'shin tarafidan bir pay zambirak o'qi etilishi hamon ming qog'ga bir kesak tetibdi degandek Hammasi dum yetilishadi. Yana bir kamlardan keyin paydo bo'lib cho'qon silishadi. Nima da'vatqanligini o'zlaridan bo'lak hech kim bilmaydi. Buningga javoban qo'zg'olonchi qo'shin inkos qaytarmaydi yoki bir necha pay o'q chiqarib qo'yadi. Alohizan sepil darvozasi taqalganiga bir oydan eshib ketdi. Shahar xalqi sepil ichiga qamilib, sirt bilan munosabati uzildi. Mansabdor cheriklarmi shu qatorda bo'g'niqyotadi. Qo'zg'olonchi qo'shin shaharni har tarafdan qorshab, bir qancha navbat hujum qilib baqqan bo'lsa-mu, o'sib kirolmadi. Bundaq bo'laversa, qo'zg'olonchi qo'shing'imi foydasiz edi. Qo'zg'olonchilar dehqonlardan tashkil topqachqa, bir jihatdan ba'zilarining yerlari teriqsiz, ba'zilarining oilasida qari cho'rlarga qaraydigan odam yo'q bo'lishdek ahvollar ularni xotirjamsizlantirsa, yana bir jihatdan qo'shin ichida fidoi qari ojizlarmi bor edi. Vaqt uzrab ketsa, kutilmagan qiyinchiliklarnimi yuz bermaydi degili bo'lmaydi. Uning ustiga uzoqqa so'zilgan jangni kutib turish uchun qo'zg'olonchilarda dushman qo'shinlaridan o'lja olgan ochliqdan boshqa zapas ozuq tuluk yo'q edi. Valixon to'ra bo'lsa Qashqar, Yenisor, Atush yezilarga qadam besib, bir tarafdan chirik to'plasa, yana bir tarafdan xalqqa alvon silib, boylik to'playotadi. Qo'zg'olonchilar Yenisordan Yakanga yurish qilgandan boshlab, Valixon to'ra o'zining odamlarini qoldirib qilib, To'xti boshchiligidagi jang qilayotgan qo'shinga yaqin turmadi. Hozir ularning orasida munosabat qolmadi deyishkimi bo'ladi. Lekin Valixon to'rining ularni oldirab qo'yib yo'q edi. Chunki To'xti boshchiligidagi qo'shinning Yakanni ishg'ol qilib turishi
Valixon To'rining Qashqardagi hukmronligi uchun xotirjamlik beretdi. Buningga chetishliq ishlarni har ikki taraf o'zlari bilishatdi. To'xtamanju to'limu zerak, aqlliq yigit edi. Tadbir qo'llanib, foydasiz vaziyatni o'nglash uning qo'lidan keladi. Odamlar navbat bilan g'izolanib, har qaysisi o'z o'rinlarida dushmanni kutib turayotganda, to'xti xabarchi mangdirib, 15dan yuqori darajaliklarni chaqirdi. Qarindoshlar, dedi u salmoq talaffuzda. Bu yerda turayotganimizga bir oydan oshdi. Qo'shinimizdagi 3500 dan ortiq odam ichida qerilar 500 dan oshdi. Yardarlarimi bor. Jangga yaraydiganlar 2500 atrofida keladi. Ashu odamlarning hammasi tamoq yeyishi lozim. Biroq yakanning zapas ochliqi shahar ichida. Men mundaq bir loyihani o'ttirib qo'ymoqchiman. Birinchi, qiri cho'rlarni qisqartib, oilasiga qaytarib, xotirjam turmush sharoiti yaratib berish. Ikkinchi, qismni ikkiga ayirish. Bir bo'liki davomliq shaharni qurshab, dushmanga zarba berish. Yana bir bo'liki daryodan o'tib, Do'lan diyoriga tarqab, har qaysi yiza kent amaldorlarining harom mollarini xalqqa ulashtirib berib, fuqarolarning qo'llashini qo'lga keltirish. Uchinchi, Qog'liq, Poskam, Guma qatorliq joylarni egilab, hukumat ambiridagi ochliqni qo'lga kirgizib, zapas oziq-tulik tayyorlash, moliyadagi pulni xarajat qilib, kiyimni birlikka keltirish orqali tashkiliy qurilishni kuchaytirish. To'rtinchi, fidoyilarni qabul qilib, odamlarimizni to'liqlash. Agar yuqorqi loyihaga qo'shilsanglar, maxfiyatlikni qattiq saqlab, kechasi yo'l yurib, tong saharda daryodan o'tamiz. To'xtining o'ttirg'a qo'yganlari hammaylarning ko'ngliga yetib, ko'pchilikning ma'qulligidan o'tdi. Hasan Pansat bilan Kichik Oxun Pansat Yakan shaharni davomli qorshashga mas'ul bo'ladi, dedi To'xti buyruq qilib. Kerem bilan Tursunning qismlari daryodan o'tib, buyruq bo'yicha harakat qilsin. Fikrim bor, dedi Hasan Turk. Kutib yetaverib, ichim titildab ketdi. Hech bo'lmaganda daryodan o'tadigan qismni uzitib qo'ysam deyman. Bo'lmaydi. To'xti uning fikrini keskin rad qildi. Yakanni muasir qilish hammadan muhim. Buyruqni ijro qiling. Xo'p, Hasan Turk buningdan boshqa zuvan surmadi. Amdiki ish daryodan o'tish masalasi edi. Daryoning u tarafida do'lanliqlar o'ltiraqlashgan bo'lib, Yakanga kirib chiqadiganlar daryoning sharq tarafidagi kemidan o'tmay mumkin emas edi. Daryo to'lqinlab oqatdi. Suvning shiddatiga gap to'g'ri kelmaydi. Shu sababdan ko'rik silish mumkin bo'lmag'achqa, hukumat cho'ng kichik kemidan oltini o'rinlashtirib, ming chirikni kecha-kunduz qarovullik qilishga qo'ygan edi. Kemilar yig'ishtirilsa, Yakanga kirishga bo'lmaydi. Daryo bo'yiga silingan harbiy gazarmedagi qo'shin kuchlik qurollangan edi. Qo'zg'olon yuz berib shahar xavf ostida turgan mezgillarda Afirdun Van alohida ahamiyat berib, yana 500 chirik bilan xil qurollarni avatdi. Buningdan yanala xotirjam bo'lolmagan mingbeshi atrofga charlig'ichi mangdirib, navbatda qo'zg'olonchilarning muddaosi shaharni elish bo'lib, daryodan o'tish g'arzi yo'qligidan xabar topdi. Shundaqdimi, biror peshkanlik yuz bersa, kiyimlarni tashlab qaytishni planlab qo'ygan edi. Kiram bilan Tursunlar ilgari bu taraflarga ko'p kelgachga, jo'grafiyalik alohidaligidan xabardor edi. Ikkisi maslahatlashib, cheriklar uyquga patganda Shabxun urib, kiyimlarni qo'lga kirgizish qaroriga keldi-da, kechalab yurib subhi yurishdan burun daryo bo'yiga bordi. Bu chog'da mingbeshi texi uxlamagan edi. Kiram Pam bilan qarovulning orqa tarafidan kelib, varqirab bo'lgacha kanidan bo'g'ib, beqiniga shamshar tiqdi. Buni sizib qolgan ikkinchi qarovulni o'qiya bilan otdi. Qarovul necha qadam qochibla yiqildi. Ang'ucha qo'zg'olonchi qo'shin gazarma atrofini qurshab, taraf-tarafdan o'q chiqardi. Aloqzoda bo'lgan mingbeshi va chiriklar boshliqlaridan bir nechasi qochib ketdi. Boshliqsiz qolgan chiriklar Petrov qalaymaqan o'q chiqarishga boshladi. Qaytishga ulgurmagan chiriklardan nurg'uni o'ldi.
O'q ovozlari atrofni zilzilaga keltirdi. Yo'ruq tushganda daryo bo'yida chiriklardan birsimi qolmagan edi. O'q ovozni anglagan Makit, tasqima xalqi taraf-tarafdan yugurishib kelib, qo'zg'olonchi qo'shinlar bilan ko'rishdi. Baliqchilar qayg'uchoqlarini so'rishib kelishdi. Qo'zg'olonchi qo'shinning odamlari olti kemiga patmaydi. Dehqonlar yog'och keltirib sal yasidi. Shundoq qilib, do'lanliqlar ming kishilik qo'shinni qarshi elib, kema, qayg'uchoq, sallarga o'ltirg'izib, tövanga oqtirib, Makit tavasiga elib bordi. Ular kemadan tushib Makit bozoriga kirganda, necha yuzlagan kishilar oldiga chiqib qarshi oldi. Bular do'lanliq dehqonlar bo'lib, daryo tarafda yangragan o'q ovozni anglagandan keyin Makit bozorida turishliq ma'muriy amaldorlar bilan chiriklarni o'ltirib, fidoi bo'lish uchun tayyorlanib turgan edi. Qo'zg'olonchilar yangi qo'shilganlar bilan birlashib, Beshkent bozoriga bordi. U yerdagi amaldorlarning mol-mulkini musodir qilib, yo'qsizlarga ulashtirib berdi. Qo'zg'olonchi qo'shin Poskamga yetib borganda, ma'muriy amaldorlar chiriklarning himoyasida qog'iliqqa qochgan edi. Qo'zg'olonchi qo'shin Poskamni ilkiga olgandan keyin muvofiq odam qoldirib, ikki suv orasi bilan qog'iliqqa yurib ketdi. Qog'iliq eng go'zal yurtlarning biri bo'lib, iti qog'iliq, lekin bulbulga joy, bulbulga emas balki joyi humay degan misralar ta'rifiga muvofiq edi. Mudofaasi jihatdanmi muhim strategiyalik alohidliklarga ega bo'lg'achqa, qochgan amaldorlar va chiriklar Amir Mahramni panoh tortib, uning qo'l ostiga to'plangan edi. Bu yerdagi 2000 chirikka Muhammad Yusuf Mingbishi pansat bo'lganiga uzoq bo'lmagan edi. Qo'zg'olonchi qo'shin kelishdan burun bozorning do'qmush-do'qmushlarga potay silinib, kechalari xalqning ko'chalarga chiqishi cheklandi. Otliq chiriklar bozor atrofida ot choptirib kuzatchilik qilib, gumonliq odamni uchratgan hamon tutib bog'lab, Mingbishiga topshiratdi. Mushundoq ansizlik qoplagan qog'iliqqa bir kuni saharda qo'zg'olonchilar besib kirdi. Har ikki taraf tang o'q yog'dirib, aholini texmu parakandchilikka silavatdi. Ammo uzoqdan buyon yerlik amaldorlarning zulmiga chidamay, qarshilik ko'rsatay desa, qo'lida qurol bo'lmag'achqa, amalsiz yurayotgan bir turkum yoshlarga nisbatan aytganda, qo'zg'olonchilarning yetib kelishi tog'dek ishonch baxsh etdi. Ularning Barat ismli yigit beshi bo'lib, qog'iliq xalqi uning so'ziga kiratdi. Muhammad Yusuf Mingbishi qo'l ostidagi chiriklarni ishqa silib, qo'zg'olonchi qo'shinni ilgirligili qo'ymay qattiq jang qilayotganda, Barat bir qancha chivar yigitni tanlab, bag ordisiga qarab yugurdi. Chiriklarning hammasi jangda bo'lg'achqa, ordida 10 necha bag bilan Amir Mahram bigila qolgan edi. Yigitlar qo'lidagi kaltak cho'moqlar bilan baglarni urib o'ltirdi. Barat Amir Mahramni tutib olib, shamshiri bilan molni bo'g'izlagandek bo'g'izlatdi. Yigitlar uning beshini uzun xodiga isib, ko'cha yig'izda jang qilayotgan Muhammad Yusuf Mingbishining orqasidan xalqni agashtirib cho'qon ko'targanicha bostirib keldi. Muhammad Yusuf Mingbishi kutmaganda o'zlarining qo'rshav ichida qolganligini, chekinish yo'llarining uzilganligini ko'rdi-da, chiriklarga balga berib, bo'sib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Chiriklar ahvolning o'zlariga foydasizligini bilib, tamtirab turganda qo'zg'olonchi qo'shin hujumga o'tdi. Tursun itini choptirib kelib, qechib ketayotgan Mingbishini bir nayza urib otdan yiqitdi. Ondan otdan tushib bo'g'izlatdi. Mingbishi o'lgan hamon chiriklarning sepi qalaymaqonlashdi. Qo'zg'olonchi qo'shin ularning birinimi tirik qo'ymay qirib tashlab, xalqning himoyasiga erishdi. Xalq qog'iliqni g'albilik qo'lga kirgizib, Baratni bag qilib tayinladi. Ondan Kiramni qog'iliqda qoldirib, Tursunni gumini ilishqa avatdi. Amir Mahram bilan Muhammad Yusuf Mingbishi Afardun Vangning uzoq yillik sinoqlardan o'tgan sarkardalari edi. Ularning fojiasi Afardunni qattiq sarosimiga silavatdi.
Vangning ordisida Molla Abdug'appar, Molla Yaqub Mikropi deb ikki shoir bor edi. Ularning kuni Afirdun Vang va Xabar Ambal, Xon Ambal ni maqtash, madiyalash bilan o'tadi. Qo'shamatchilikda shunchalik voyaga yetgan ediki, ularning po'qini oltin, suydikini abi hayot deyishdan yonmaydi. Amaldorlarni mubolag'alashtirib maqtab, əmgəkçi xalqni ən pəskəş orunğa düşürüb qoyuşatdı. Hər ikisi Əfirdun Vangның püştidin qız bulub törülüb, xəbər ambalğa xotun bulalmığınığa əpsüzləndiğanlardan idi. Molla Abdug'appar, Əfirdun Vang çaqırdı. Xoş, bugünkü cəng xatirisiga Məhrəm bigi bilan Muhammad Yusuf Mingbeshning nom shariflari yozilsin. Xo'p, Molla Abdug'appar qasida daftarini varaqlab, oq betini tepib mundaq yozdi. Dari xoki aylab azobi shadid, tutub mir mahramni qildi shahid. Muhammad Yusuf Mingbeshi darix, tutub bi darix halqiga surdi qig'. Molla Yaqub Mikropi ham shu yerda hozir edi. Umu xotirasiga nazm tutishdan qisir qolmadi. Qag'iliqda ishqavul amir mahramni dolanlar, shahodatga yetkizdi bo'g'izlab nabikor isyon. Mingbeshi Yusuf bilan va boshqa necha ming chirik shahid bo'lg'at janglarda Xudoyim berdi iymon. Yozg'ininglarni o'qinglar, dedi Afirdun Vang ko'zini mushdek yumib o'ltirib. Molla Abdug'apparning nazmisi tugab, Molla Yaqub o'qiyotdi. Tingshab o'ltirgan Afirdun Vang aytdi: "Oxirga yana 2 misra qo'shilsin." Xo'sh, Molla Yaqub Afirdunning muddaini anqirolmay to'xtab qoldi. Afirdun Vang chaqirdi: "Molla Abdug'appar, xo'sh, qaroqchilar hujum qilib shaharga yetib kelsa, o'chini alur bir kun Xabamban Shoh Bahodir xon deb yozsaq bo'lamdi." Qo'shamatchilar Afirdun Vangning talantini shundoq maqtashdiki, birsi fasohatlik desa, birsi yorqin deydi. İşletmegen tillari qalmayvatadi. Qo'zg'olonchilarga kelsak, Keremning qo'shinlari qog'liqda qoldi. Tursun qo'shinlarini boshlab Gumga yo'l oldi. Musofa sayliq, qumluq bo'lsa-mu, qo'shinning irodasini ta'virtalmadi. Ular yetib kelganda shahar quruqtilib qolgan, hamma odam toqqa qochib ketgan edi. Ular qochqinlarning mo'kkan joylarini tepib, chiriklarni o'ltirdi. Xalqni makoniga qaytirib keldi. Shundoq qilib, Tursun bilan Keremning qo'shinlari Makit, Tasqima, Beshkent, Boskam, Ikksu arasi, Qog'iliq, To'qqizkent, Ko'kyar, Yo'l Eriq, Shexu, Chig'an, Ozg'on, Salkus, Ko'liyang, Sanju, Shixshu, Osas, Qo'sh Arab, Rabatchi, Yangi Avad, Sultan Eriq, Qizil Masjid, Albuqcha, Xon Eriq, O'tunchilik, Kamra, O'rda O'stingi, Aral, Tatar, Sopilana, Aslanbeg'i, Yarbagʼ, Yangaqliq, Darxansha, Qarazagʼ, Qurulchash, Tag'archi, Chig'irmishar, Izitqu, Mo'g'al, Ko'lterim qatorliq joylarni chaqmoq tizligida egiladi. Yangidan qabul qilingan fidoyilarni qo'shganda odam necha mingga yetgan bo'lib, qo'zg'olonchilar haybatlik zo'r qo'shinga aylangan edi. Oldida tug' amaldorlar, orqadan xillangan qurolli qism, ondan yangi askarlar, otliq qism, ochliq arvalari rat-rati bilan zafar marshi yangirtib manganda do'lon xalqi o'z yigitlarining haybatlik jasoratini ko'rib, har kim topqinini ayamay, ko'ngillarini izhor qilishdi. Ozg'ina vaqtda qozongan g'alaba qo'zg'olonchi qo'shinni g'ayratga keltirib qolmay, yakan xalqida ishonch paydo qildi. Buningdan ilgari bir tarafdan Valixon to'rining Qashqardagi zolimligi, yana bir tarafdan Afirdun Vang tarafdorlarining qo'zg'olonchi qo'shinni bulonchi qo'shin deb qaralab, targ'ibot tarqitishi natijasida yakan xalqi gumonlanib yurgan edi. Yakan shahrida aksiyatchi amaldorlarning ig'volariga ishinib, qo'zg'olonchilarni yomon odamlar bo'lsa kerak deb qaraydiganlarni
yo'q degili bo'lmaydi. Faqat Savorning birər yüz ətrafidagi məsləkdaşları bilan Rayhon va uning onasi Zumrat xonimlar To'xti boshchiligidagi qo'zg'olonchilarning qilayotgan ishlarini tushunatdi. Bugun Kiram Tursunlarning safarbar qilishi bilan Guma, Qog'iliq, Poskan, Makit qatorliq uluslardan qo'zg'olonchilar sepiga qo'shilgan fidoyi yigitlarning bir qismi Yakan sepili atrofiga jam bo'ldi. Savur bilan inisi Abdurahmonmu sepil ustiga majburiy haydab chiqilgan edi. Savur qo'zg'olonchi qo'shinning u yoqdan bu yoqqa ot choptirib yurganligini, rangarang to'q alamlar ostida qurollarni sepiliga qaratib kutib turgan qo'zg'olonchilarni ko'rganida o'zining nada turayotganligini unutgan holda hayajonga cho'mdi. U yerda to'xti bor. U qo'zg'olonchilarni yetaklab jazman g'alaba qiladi. Ana avlar bizning qarindoshlarimiz, boylar, zolim amaldorlar, past ko'rib kelgan do'lon yigitlari. Amdi amaldorlar xalqning kuch-qudratini ko'rib qo'ysin, o'qlarining ta'mini tetib baqsin. Nima degan haybatlik tug' alamlar, bir xil kiyingan sarxil jangchilar. Amdi gap bizda qoldi. Darvozni ochib beraligan bo'lsaqla, ish bitadi. Biroq biz yanala manjularning kontrolligida turyapmiz. Rayhon qancha azoblanayotgandi. Uni topay, tasalli beray. U hozir bek yolg'iz, bechora. Savur xiyollar qaynimida uzayotganda kimdir birsi voysash talaffuzda: "Qaranglar, o'g'rilarga alam ko'targan yana nurg'un o'g'rilar qo'shildi", dedi. Savur yiniga qarab yalang oyoq, oq matadan uzun ko'nglak, so'g'idek oq do'ppa kiygan 25-30 yoshlardagi birisining qo'lini shiltib so'zlayotganligini ko'rdi. Ammo shuncha odamlardan hech kim uning so'ziga ifoda bildiribmi qo'ymadi. "Undaq emas", dedi Savur. "Ular siz bizga o'xshash namratlar. Ularni o'g'rilar degandan ko'ra, o'g'rilarning ziyonkashligiga uchirganlar desangiz joyiga tushadi." "Undaqda o'g'rilar kim?" so'radi hiliqi odam. "Fuqarolarning topqanlarini bulab talganlar bo'lmamdi?" "Undaqda..." Savurning qisqa ammo cho'nqur ma'nilik bu javobi hiliqi odamni esangirtib qo'ydi. Yenida turganlar Savurga qarashdi. Ularning bundaq so'zlarni yana qanchalik bo'lsa shunchalik anglag'isi bardek qiladi. Ortiq gap eshakka yuk degandek Savur boshqa gap qilmadi. "Bu yigit obdan javob berdi", dedi charsaqal bir kishi. "Ketman chapqanlar nima uchun namrat? Qamcha, qurol tutqanlar, muhr tutqanlar nima uchun boy? Amgakchilarning qon ter aqtirib topqani ne ketdi? Boylarning mol dunyosi nadin keldi? Buning tektiga yetsakla kimning o'g'ri, kimning to'g'riligiga javob topa olamiz." "Undaqda ularchu?" so'radi oradan birisi. "Hisobotchi deyish kerak", charsaqal odam javob berdi. "Ular hisob kitob qilamiz deyishyotidi-ku. Kim bilan? O'g'ri bilan. O'g'rilarning eng cho'ngi bilan-da." Ma'nilik savol-javoblar kishilarning diqqatini tortayotganda uzun kirich qamchi ko'tarib olgan yuzbeshi to'planib olganlarga varaqirdi. "Nima gap?" "O'g'rining gapi, degim", hiliqi charsaqal odam javob berdi. "Qaysi o'g'rining? Qo'lida qamcha, ostida ot bor, miltiq, tayfu zambiraklarga, zo'rliq, zo'mbuliqqa tayinibla tashnoligi uchun qon ichadigan o'g'rilarning. Yaxshi, o'g'rilardan nafratlanish kerak." Yuzbeshi shundoq deb orqasiga yenishiga turganlar paroqqida kulishib ketdi. Bu kulgining nima uchunligini anqirish uning qo'lidan kelmaydi. Shunga ko'pchilikka qo'shilib kulib qo'yib yo'liga mangdi. Kulga barg'ansiri avjiga ko'tarilmoqda edi. Yuzbeshi birdilla aqlini topgandek bo'ldi-da, hiliqi odam so'zini o'ziga ham Afirdun Vanga daritmilganligini bildi. Biroq buni isbotlay olmaydi. Chunki qo'zg'olonchi qo'shindimi hiliqi odam o'ttiriq qo'ygan ishlarning hammasi digudek mavjud edi. Yuzbeshi o'yladiki, shunchalik o'qitishlarni to'ydirmay joyiga taklif qilgan odam
Her qandaq so'roqda so'roqchini təmtirtib qo'ya olaydi. Yüzbeşi pat-pat arqasiga qarag'inicha to'pning ichiga kirib ketdi. Kech kirib namoz asr vaqti bo'lgan edi. Savur odamlarni aralab tekshirib yurgan 15ni topdi. U bir mahallalik bo'lg'achqa Savurga tonish edi. Bigim, anam og'rib qolgan edi. Uning ustiga yegudek narsimo qolmagan. Ko'rib kelay degan edim. Ruxsat so'radi Savur. Barg'in, dedi 15i ruxsat berib. Ati kelsangmi bo'ladi. Andin Savurga sepildan tushish bag'aqchisini berdi. Savurning uyga berish niyati yo'q edi. Hafizbek hajiga ketgandan keyin Zumrat xonim bilan Rayhonning o'tin, yog'och, yemak-ichmakka o'xshash uy ishlaridan Rustam xabar olgandan boshqa o'z vaqtidagidek suvinib xushamat qilib bosog'idan ketmaydiganlarning amdi qarsinimi ko'rgili bo'lmaydi. Savur yoki Abdurahmon Zumrat xonimlarning yeriqini yaqin qilib berib yurib, bu oila bilan obdanla chiqishib qolgan edi. Savur ketadigan chog'da Zumrat xonim, "Onangizga olg'ach keting" deb gohida yemaklik, gohida kiyim-kechak qatorliqlarni ko'tirtib qo'yatdi. Sepil taqalgandan buyon nurg'un shaharliklar ta'minotlari tugab seriqtal holiga tushib qolgan bo'lsa-mu, Savurning uyidagilar texi bir kun ilgari uyida yegulik qolmagan tul xotin Zaytunxon bilan yana bir qo'shnisiga biror hafta yetgudak oq un, yog' qatorliqlarni hadiya qildi. Bu aslida Zumrat xonim bergan narsalar edi. Savur sepil ustidan tushib, Udulla Hafiz Beyning qasriga bordi. Savur kirib kelganda Rayhon kitob ko'rib o'ltiradi. Savurni ko'ribla kelgan batga xatchu qistirib qo'yib, Savurning oldiga yugurdi. "Abdurahmonchu, sepil ustida. Qandoq keldingiz? Ruxsat so'radim. Ish bormidi?" "Yo'q, to'xtini eslab qoldim. Ularning qo'shiniga yana necha ming odam qo'shildi. Tug' alamlarining ko'pligidan qaraganda odam bek nurg'un bo'lsa kerak. Afsuski biz hech ish qila olmadik. Sizdan ansirab turolmay." Yandiki uyda gap tingshab turgan Zumrat xonim chiqibla Savurning so'zini bo'ldi. "Sizlar nima uchun hech ish qila olmaysizlar? Qilay desanglar ish degan ko'p-ku. To'xti nima uchun jang qiladi? Bilamsizlar? Xalqni qutqizaman debchu", dedi Rayhon. Zumrat xonim so'radi. "Sizlarchu uning qilganini qila olmamsizlar? Biz qandoq qila olamiz, ana?" Rayhon ko'nglida onasini bizni mazoq qilyotidi deb o'ylab og'zini o'mchatdi. "Savur, gap qilmaysan-ku", dedi Zumrat xonim. Savur Zumrat xonimning nima da'vatqanligini qo'llayotamdu yoki masxara qilayotamdu bilolmay yerga qarab turadi. "Sizlar mo xalqni qutqizinglar-da", Zumrat xonim jiddiy talaffuzda aytdi. "Begim o'zini qutqizg'ili pul puchakni ko'taralishicha hajga ilib mangdi. Menmo oxiratlikimga oz to'la tayyorlik qilib qo'yaymikin deyman. Anglashimcha savol so'roq farishtalari yemaymish, ichmaymish. Ularga faqat savoblik kerakmish. Shunga menmo aron qolgan jinimni tikib sizlarga agishib, to'xti polvondek xalqni qutqizaymiki deyman." Zumrat xonimning o'ngdan po'ng chiqqandek bu so'zlari Savur bilan Rayhonni hayron qoldirdi. Savur kinoya qilyotsa kerak degan ma'noda tushundi. Ammo og'izni echibla qolgan Rayhonga onasi og'ziga kelganni da'vatgandek bilinadi. "Ajablanayapsan, qizim?" Zumrat xonim Rayhonning ko'nglini sizib olgandek qiladi. "Men chaqchaq qilmadim. Rost gap qilyapman. Sen uchun bo'lsa-mo shundoq niyatga keldim. Sening baturing ajoyib qaysar yigit, o'chmas iz qoldirdi. Uni tanlab to'g'ri qilibsan. Uningdan meningmi faxrlangim kelyotidi. U hozir yengilmas qoplonga aylandi. Vang'ujam qo'rqib sepilning ichiga mukib oldi. Qandoq? Gapim to'g'rimi?" Savur bilan Rayhon tangma kulishdi. Zumrat xonim so'zini davomlashtirdi. "Qizim, sen uni tanlagan ekansan. O'limdimi, ko'rimdimi billa bo'lishing kerak. Umidim sizlarmi elni qutqizinglar. El yurt sizlardan rozi bo'lsin." "Nima deydigansiz, ana? Meni gangirtibla qo'ydingiz-ku.
Reyhan erkilep anasının bilige esildi ve onun mihribanlıqıdan ko'ngli suyunib, yüzünü ko'ksiga yoqdi. Ananing qalbi shu topda yolg'iz qizining issiq yoshlari bilan puchlanmoqda edi. Ko'ngli buzilgan ana Romilning uchi bilan yishini surtib turib aytdi: "Yig'lama qizim, qaysar bo'l. Sizlarmi to'xtadek jininglarni tikib, xalqni azobdan qutqizinglar. Shahar darvozi taqalg'ili 2 oy bo'lay dedi. Shuningdan beri ilm sitim to'xtadi. Ocharchilik boshlanish oldida turyotidi. Tilamchilar avib qopdi. Men bugun orqa-orqadan 10 nechini uzatdim. Surishtirsam, ömürde tilamchilik qilib boqmaganlar ekan. Bizda ochliq tuluk, pul puchaklar az to'lib bor. Sizlar oziq-tuliki tugab, jon talafizida qolganlarni qutqizinglar. Men Savirni ming beshidan uy xizmatiga so'rayman. Meningcha bu mu o'xshashlar jang, lekin hammasi maxfiy bo'lsin. Menga ish tepib bermanglar. Mening berganligimni hech kim bilmasin. Qandoq? Zumrad xonimning mundaq deyishni o'ylabmi baqmagan Reyhan bilan Savur xushalliqlarini qandoq ifodalashni bilolmay qilishdi. Shundoq qilib, Reyhan bilan Savur yana bir qancha ishonchli birodarlarni ishga solib, yoshurun tekshirib aniqlab, qutqizish ishlariga kirishib ketdi. Reyhan mushu orqali to'xtini yaxshi ko'rganligini, qo'llaganligini, sig'inganligini ifodalamoqda edi. Reyhanning to'xtiga bo'lgan muhabbati shundoq pok ediki, uningga kelayotgan har qanday ofat uchun o'z jinini fido qilishdan yonmaydi. Buni Zumrad xonim aniq tushunadi. Shu vajidan yildan yilga eshib turadigan zapas un, yog', guruch, pul qatorliqlarni och-zor bechoralarga ulashtirib berdi. Uning bu sexiyliqi qizining ko'ngli uchunmi yoki oxirat uchun savoblik izlaganlikdanmi bilgili bo'lmaydi. 19-bob tugadi.